Ey insonlar, o'lmaydiganday ish qilishadi. Shu birovni esa, qasdini olsa, hasadi ko'rolmaslik, inson esingdan chiqazma, mo'minmisan, ikkita farishta yozib turibdi, har bitta og'zingdan chiqqan gapni. Shu gapingga sen qiyomatda bu yozilib qolyapti bu gaplar-ku. Shuni isbotlab berasanmi? Shu gaplarni tasdiqlay olaysanmikin? Birov unaqa, birov unaqa, undoq qilibdi, bundoq qilibdi. Shu gaplarni gapiryapsan. Hali o'zi qancha bitta gunohlaring bor, lekin mana shu Allohning oldida qanday isbotlaysan-kin agar shu inson o'sha ishlarni qilmagan bo'lsa? Tilga ehtiyot, ko'ngilga ehtiyot, ko'ngilni inson ravshan qilish kerak, ko'ngilni inson poklash kerak. Dunyodan inson o'lsa tavhidida oyat aytib qo'yamiz. Astagfirullah. Inna lillahi va inna ilayhi rojiun. Hammamiz Allohning bandasimiz. Yo'q joydan Alloh yaratgan va bir kuni Allohga qaytamiz. O'sha qaytganda nadomat chekmaylik, pushaymon chekmaylik. Yarinmaylikka Alloh tiriltir, jonimni olmaytir, men savob ishlarni qilib olayin. Onasini xizmatini qilmagan o'lganda o'kirib yig'laydi. Qilmadi-da xizmat. Endi ona tirilib kelmaydi boshqa. Otasini qaqshayotgan, otasi o'lganda voydod deb olamga sakraydi. Bilatda otasini yig'latganlarini. Otasi shuni kimlargadir sarg'aygani, bo'ynini yekkanlarini ko'zini oldiga keltiradi. Ala o'likni boshlaydi. Xizmatini qoyil qilib duosini olgan yig'laydi, unaqa dod demaydi. Yuragidan yig'laydi. Lekin qo'lidan kelgancha otaga xizmatini qildi. Duosini oldi. Endi taqdirga tan beradi. Hayotni qarangki, o'sha tiriklikda xizmatini qilmagan, tiriklikda bir duosini olmaganlar o'zini odamlarning oldida mozorda dodlab ko'rsatadi. Voy dod, men